Uyghur agentligi xəbəri 2019 yılı 22 dekabr. Maqal avtori İzcimen. Tarixiy namoyish Unsiz cho'qon. 20 dekabr juma kuni Turkiyadagi eng chong jamiyat IHH, ya'ni inson haqlari va hurriyatlari insoniy yordam vaqtining tashkilishida Turkiyaning 66 shahar noyisida ko'pincha juma namozidan keyin, ba'zida shom, ba'zida xutdan namozidan keyinla Sharqiy Turkiston uchun Unsiz cho'qon nomli namoyish elib berildi. Xitoy zulmiga qarshi o'zining bir kishilik insoniy va musulmonlik burchini ado qilish uchun yig'ilgan kishilar har qaysi shahardagi cho'ng jome maydonlarga to'planib, kollektiv namoz qilgandan keyin shahar markazidagi ovat ko'chalarni bo'ylab qo'llarida ko'k bayroq, mash'al, lozunka va rasmlarni ko'targan holda ba'zi shahardagilar 500 metr, ba'zi shahardagilar kilometrdan oshiq yo'lni unsiz holatda besib, oxirgi nuqtaga yetib bordi va axborot vositalariga Sharqiy Turkistondagi ahvollarni tushuntirib, bayonot e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Turkiya tavasida bu namoyishga qatnashgan umumiy kishi 100 mingdan oshgan bo'lib, hayajonli manzara borliq kelgan. İstanbuldan boshqa cho'ng shaharlarda 2-3 ming, kichik shaharlardami 100 mingda kishi namoyishga qatnashgan. İstanbulda taxminan 15 ming kishi namoyishga qatnashgan bo'lib, eng hayajonli ko'rinish yaratgan. İstanbuldagi eng cho'ng va mashhur jamoalardan biri bo'lgan Fatih jamoasiga to'plangan kishilar Bayazit maydoniga borguncha kilometr saf hosil qilib, yo'lni odam dengiziga aylantirgan. Namoyishga qatnashgan ba'zi kishilar ilgari bundoq ko'p odam qatnashgan namoyish ko'rib boqmaganligini tilga olgan. IHH jamiyat raisi Bülent Yildirim 5 kun burun torda videoluk 3 minutga yaqin Sharqiy Turkistondagi ahvolni tushuntirib, Xitoyga norozilik bildirish uchun namoyish chaqiriq qilgan bo'lib, so'zda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda va chet elda zulmga qarshi so'z qilmoqchi bo'lganlarning eg'izini yumdirayotganligini, bu sababdan namoyishni unsiz shaklda elib berishni planlaganligini aytgan. Adolat tuyg'usi bor insonlarning bu namoyishga qatnashishini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, 22 dekabr yana bir qancha shaharda bir qancha partiya va jamiyatning tashkilishida namoyish elib berildi ekan. Jakartada Uyg'ur musulmonlarini qo'llab 100 ming kishilik namoyish o'tkazildi. Uyg'ur agentligi xəbəri. Maqal avtori Sadaf. 2018 yılı 28 dekabr. Yaqinqi kunlardan beri Sharqiy Turkiston masalasining kun tartibga kelishi bilan dunyoning har qaysi joylarida har xil turdagi faoliyatlar o'rinlashtirilmoqda. Bugun, ya'ni 12 oyning 27 kuni Indoneziya poytaxti Jakartada Xitoy konsulining oldida 100 ming kishilik namoyish o'tkazildi. Namoyishga bevosita qatnashgan Sharqiy Turkiston Milliy Majlisi raisi Si Tomturk apandining bildirishicha, bugun juma namozida Indoneziyadagi jamoalarda Sharqiy Turkiston haqida xutba o'qilgan va duolar qilingan. Jakartadagi Fatahillah jamoasida juma namozining oldida minglarcha jamoatga Sharqiy Turkiston masalasini tunishtirgan Si Tomturk apandi juma namozidan keyin minglarcha jamoat bilan birlikda Xitoy konsuli oldidagi namoyish qatnashgan va har qaysi axborotchilarga Sharqiy Turkistondagi insonlikdan chiqqan zulmni anglatgan. Bu qadimgi namoyishni Indoneziya Islomiy jamoati va shuningdek necha 10 ommaviy tashkilot vaqifiylar birlikda o'rinlashtirgan bo'lib, namoyishga oz deganda 100 ming kishi qatnashgan bo'lib, yo'llar to'silib, bir necha soat qatnash to'silib qolgan. Namoyishchi ammo Sharqiy Turkistonga erkinlik, Sharqiy Turkiston yolg'iz emas degandek shiorlarni to'lab, o'zlarining mazlum Sharqiy Turkistonliklar yanada ekanligini ifodalagan. G'azzodagi musulmonlar Uyg'urlarni qo'llab namoyish qildi. Uyg'ur agentligi xəbəri. Maqal avtori Erdem. 2019 yılı 26 dekabr. 26 dekabr Arabcha oxirgi xabar agentligining xabar qilishicha,
Palastin G'azza rayonidagi diniy ishlar vazirati va Palastin o'limalar birligining o'rlashtirishda Sharqiy Turkistonda chekdan oshgan zulm tortayotgan Uyg'ur musulmonlarini himoya qilish, Xitoyning mollarini boyqut qilish to'g'risida namoyish o'tkazilgan. Namoyishga necha 10 o'lima, imom va xatiblar qatnashib, Uyg'ur musulmonlari tortayotgan zulmlarni aks ettiradigan rasm va lozunglarni ko'tarib, Uyg'urlar toki tegishli huquqqa erishmoqchi bo'ldi qilmaydiganligini bildirgan. Xabarda yana Xitoyning Sharqiy Turkistonni 1949-yili besib olganligi, keyin yil sari Xitoylarni yo'tkab, askar ko'paytib, navbatda Sharqiy Turkistonda g'oyat zo'r lagerlarni qurib, Uyg'ur musulmonlarini lagerlarga qamab, ularning diniy va madaniyatini o'zgartmoqchi bo'layotganligi jonliq aks ettirilib, islom dunyosi va g'arb kishilik huquq organlari bolalar va ayollarni qo'g'dash o'rinlarining sukut qilmasligini talab qilgan. Dunyodagi eng chong xakerlar yig'inida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi qayd qilindi. Maqola avtori Qor Tuproq, 2019-yili 16 dekabr. Amerikalik kompyuter olimi Roger Dingildayn bu yilgi DEFCON 2019 so'zlagan nutq temasi to'saqqa qarshi qadamda Uyg'urlarning ichinish ahvolini so'zlab o'tdi va Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini alohida ta'kidladi. DEFCON yig'ini xakerlar va sayber dunyosidagi sarxil kishilar bo'lib, necha ming kishi qatnashadigan eng chong yig'ilish bo'lib hisoblanadi. Bu yig'ilishga har qaysi davlat va rayonlardan xakerlar, kompyuter mutaxassislari, davlat mudofaa, maxfiyatlik va har qaysi soatdagi kishilar kelib qatnashadi. Roger Dingildaynning asosli temasi mustabid hukumatlar fuqarolarning uchur erkinligini bo'g'ish uchun nurg'un texnikalarni ishlatayotganligini misol bilan ko'rsatib berdi. Bu jihatda Xitoy hukumati eng qattiq qo'l bo'lib, fuqarolarning bexatarligini qo'g'dash niqobini kiyib olib, mustabidlarning o'z fuqarolarining uchur huquqini dafsanda qilayotganligini faktlar bilan ko'rsatib berdi. Uning so'zining 2 minut vaqti maxsus Uyg'ur to'g'riliq to'xtaldi. Tuvandikisi Uyg'urlar ustida to'xtalgan qismining tarjimasi. So'zning naq 31 minut yerdan boshlandi. Men shuni ta'kidlab o'tamanki, Xitoyda Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir rayon bor bo'lib, Xitoycha yangi o'lka deb atildi. Hozir Xitoy fuqarolari bu rayondagi qarindoshlarni qirib tugatmoqda. Ishlar shu darajaga yetdiki, Xitoylar Uyg'urlarning uyida yetib, ularning ustidan ko'zatchilik qilib ma'lumot yo'llaydi. Bolalardan ayirib ularni lagerga solaydi. Bolalari bilan haftada biror qatim temir rishatga ayirib turgan holatda ko'rishidi. Bolalari bo'lsa ota-onasining nachar bir Xitoy fuqarosi ekanligini vaqirab turib tanqidlaydi. Xitoylar Uyg'ur irqini qirayotganligini ko'rdik. Xitoylar bizga qaranglar, bizda Tor.org, Open.org qatorliq mulozimatlarni ishlasa bo'ldi deydi. Ammo har bir qadamimizda yo'qlang rasmiyatlarni so'rab to'sidi. Ular mening asboblarimni elib olib, bir narsalarni qochlab qo'ydi. Ular mening uyimda yashaydi. Jasuslik xavfi tufayli Germaniya asosiy qonunni qo'g'dash idorasi Germaniya xalqini Xitoy sayohatida ehtiyotchan bo'lishni ogohlantirdi. Uyg'ur agentligi xabari. Maqola avtori Say o'g'li, 2019-yili 16 dekabr. Germaniya Sodgesining xabariga asoslanganda, Germaniya asosiy qonunni qo'g'dash idorasi germaniyalik sayohatchilar va savdogarlarni Xitoy safarda qattiq ehtiyotchan bo'lishni ogohlantirgan va josuslik xavfi kundan kunga eshib berayotganligi uchun Xitoyga borganda maxsus sayohat uchun qo'llanadigan kompyuter va bir qatimli qo'llanadigan telefonlarni ishlatishni va bu aloqa aslahalarini davomli endi elib yurishlarini alohida tavsiya qilgan. Sayohatdan qaytib kelgandan keyin bo'lsa, kompyuterni cho'ng ko'lamlik virus tozalashdan o'tkazishni, hatto butun sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilib etishni eskartgan. Germaniya asosiy qonunni qo'g'dash idorasi bundaq tavsiyada bo'lishini tushuntirib mundaq degan: Xitoy hozir o'zining butun dunyoga boshlamchi kuchli davlat bo'lish maqsadini amalga oshirish uchun uchur sohasida
ham alohida harakatlarni elib beryotidi. Hatto ba'zida ochiq oshkora hujumlar bo'ldi. Bu yil 5-oydan boshlab Xitoy vizasi iltimos qiluvchilarni torda jadval to'ldirganda nurg'un shaxsiy uchurlarni to'ldirishni talab qildi. Bu orqali Xitoyga kelmoqchi bo'lgan muhim siyosiy va tijoriy shaxslarni so'zib chiqib, ular Xitoyga kelgandan keyin ularni kuzatishga qulaylik yaratish, hatto ularni setib olishga urinish qatorliq ishlarni qilib ulgurdi. Bu sababdan asosiy qonunni qo'g'dash idorasi kishilarni bu turdagi jadvallarni to'ldirganda o'zining xizmati va boshlig'i to'g'risidagi savollarga bek tafsiliy javob bermasdan abstrakt javob orqali jadvalni to'ldirishni tavsiya qilgan. Yaqinda kishilar mundaq bir uchurg'a erishgan. Sayohatchilar Sharqiy Turkiston, ya'ni Shinjong kirish oldida chegaradagi soqchilar tarafidan telefonlarga bir xil ko'zitish app detali majburiy qochlangan. Bu xil detal aniqki telefondagi gumonliq deb qaralgan uchurlarni tanlab chiqish va soqchi doiralariga yetkazilishga qulay bo'lish uchundir. Dinni jo'ng'uchilashtirish sotsialistik jamiyatga uyg'un Qur'on tuzib chiqishmi? Uyg'ur agentligi xabari. Maqola avtori Say o'g'li. 2019 yil 27 dekabr. Angliya kundalik pochta gazeti Xitoy sotsializm ko'z qarashi markaz qilingan Qur'on hadisini qaytadan tuzib chiqib, asli Qur'on hadisdan Kommunist partiyaning ko'z qarash va ahvoliga mos bo'lmagan qismlarini o'chirib tashlamoqchi ekanligini bayon qildi. Germaniya ovozi xabarlari kundalik pochta gazetidan bir Xitoy amaldorining tuandagi so'zlarini naql qildi. Diniy kitoblarni o'zgartib tuzib chiqish bu yil 11-oydagi mamlakatlik siyosiy kengashining millatlar diniy yig'inida o'tirib qo'yilgan. Bu amaldorning bayon qilishicha, Beijing hozir diniy kitoblarga qaytadan qarab chiqib, davrga mos bo'lmagan mazmunlarni chiqarib etishni talab qilgan. Fransiya Figaro gazetining bayon qilishicha, Xitoyning diniy ishlarni boshqarish nazorati Xi Jinpingning ko'rsatmasiga asosan o'xshamagan dillarni sotsializmning ko'z qarashiga mos holda qaytadan sharhlab chiqmoqchi bo'lgan. Bu gazet yana bu ishga mas'ul amaldorlardan jungucha diniy sistema shakllantirish talab qilinganligini bayon qilgan. Xitoyning bu ko'rsatmasida qaysi kitoblarni qancha qism, qancha bob qilib o'zgartirish aniq bayon qilinmagan bo'lsa-mu, kundalik pochta gazeti va Figaro gazetining bayon qilishicha, Xitoy bu qatim eng oz deganda Qur'on va hadisni o'zgartib tuzib chiqargan. Bu yil 11-oyning 26-kuni Beijingda ochilgan yig'inda 16 nafar diniy zot va mutaxassislar muzokara qilib tajriba, tushuncha va ta'sirotlarni almashtirib, dinni jo'ng'uchilashtirish va zamonaviylashtirish davrining talabi ekanligini o'ttirib qo'ygan. Bu qatimliq yig'inga markazning yuqori qatlam rahbarlaridan Wang Yang qatnashgan bo'lib, Xi raisning diniy ishlar xizmatidagi muhim bayonotlarini qattiq o'rganib, jungucha zamonaviy diniy sistema shakllantirishni talab qilgan. 2016 yildan buyon Xi Jinping ko'p qatim dinni jo'ng'uchilashtirish yo'nalishiga qarab minishni tilga olgan. Dinni sotsializmga moslashtirib, sotsializmning diniy jamiyat, diniy zot va diniy ommaning yetaklashi kerakligini ta'kidlagan. Xristian diniga qarta 2018 yildan boshlab torda Injil setilishi cheklangan bo'lib, buningda boshqa shahar rayonlaridagi cherkovlarning kirist belgisi elib etilgan. Xristian diniga e'tiqod qiladigan oilalar besimga uchrashga boshlagan.